Meniskni bir qismini 20 daqiqada kesib tashlash mumkin, lekin bu muammoning yechimi degani emas. Ko'pchilik operatsiyadan keyin hammasi tugaydi deb o'ylaydi. Aslida esa operatsiya bu faqat birinchi qadam. Hatto eng muvaffaqiyatli operatsiyadan keyin ham agar bo'g'im tiklanmasa, mushaklar kuchaytirilmasa va hayot tarzi o'zgarmasa, vaqt o'tishi bilan og'riq shish va harakat cheklanishi yana qaytishi mumkin. Meniskni kesib tashlash oson, lekin tabiiy amortizatorni qayta tiklash imkoni yo'q. Shuning uchun bugungi kunda yaxshi ortopedlar imkoni boricha meniskni saqlab qolishga harakat qilishadi. Ammo eng muhim savol boshqacha. Operatsiyadan keyin siz tizzangizni haqiqatan ham tiklayapsizmi yoki faqat og'riq qoldiruvchi bilan bekityapsizmi? Chunki haqiqiy davolash operatsiya stolida emas, balki undan keyin boshlanadi. Agar tizzangiz tez-tez shishsa, qotib qolsa, to'liq yozilmasa yoki og'riq qayta bezovta qilayotgan bo'lsa, buni oddiy holat deb qabul qilmang. Erta tashxis, to'g'ri davolash va to'liq reabilitatsiya bu bo'g'imni uzoq yillar sog'lom saqlab qolishning eng muhim yo'lidir.